Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz ko'rarmanlar. Tafsirlar o'sha yigitni tanib olg'ila. Ko'pchilikka domod jasab bir jilqilarda, veliklarda, har turli narsalarni o'rdab, anan birovlarga sotat ekan. Satib anan domod jasab, mag'adaga domod jasada Alloh ko'rib turadi. Mag'adaga domod jasab o'sha yigitdan ehtiyot bo'lg'ila. Qayda ko'rsangiz, o'shuni urib, qo'l putini sindirib jo'natkilar. Shaharning qaysi yerida bo'lsanglardagi o'rdagan narsalarni birov bilan uchrashib qolsanglar, o'sha odamga berganman, o'sha odamga sotganman deb domod jasab turib oladi ekan. O'shuni bir-biringizga tarqatib qo'yg'ular. Taqsirlar. Aziz birodarlar, bilvoylar, shu o'g'ri ekan, mahallalarda yurib ko'p narsalarda, qo'y mollarda, beliklarda o'g'irlar ekan. Qo'liga kirgan narsalarni o'g'irlar ekan. Hozir melisaxonada men tergovda turibman. Mashina jaddidan men namozxon odamman. Menga ham allaqancha narsalarni tuhmat qilib, bu meni ham allaqancha qiynadi. Ko'pchiliklar ehtiyot bo'linglar, mahalla ko'ylarga ehtiyot bo'linglar. Begonalar kirib qolsa, netsa qaydan kelding, kimsan, nimasan deb 50 yosh, 1000 yoshlar bilan ham bir ehtiyot bo'lib, shu choralarni ko'ringlar mashina o'g'irlardan.